Assalomu alaykum, sizlar bilan Mirkamol. Bugun biz 4-mart kuni Apple'ning anonsi, ya'ni MacBook Neo, Apple tarixidagi eng arzon MacBookni ko'rib chiqamiz va uni kimlar uchun va nimaga ishlatishni o'rganib chiqamiz. Keling, uni razmeri va xarakteristikasini ko'rib chiqamiz. Ekraniga keladigan bo'lsak, bu 13 dyuymli Full HD ekrani. Protsessori A18 Pro, ya'ni iPhone 16 Pro modellarining protsessori MacBook Neo'da ishlatilgan. Xarakteristikaga keladigan bo'lsak, ekran dyumi 13 dyumni tashkil qiladi, operativ xotira 8 GB, doimiy xotira 856 GB ni tashkil qiladi. Chipi esa A18 Pro, ya'ni iPhone 16 Pro modellarining chipi ishlatiladi. Ko'rinishiga keladigan bo'lsak, u juda ham arzonga o'xshamaydi. Korpusi alyuminiy, yupqa va juda ham ixcham qilib ishlangan. Ranglariga keladigan bo'lsak, bu bizda Citrus, Blush, Indigo va Silverni tashkil qiladi va 3,5 mm li jekni tashkil qiladi, lekin Thunderbolt sistemasi yo'q. USB 3 va USB 2 ni tashkil qiladi. Eng asosiy savolga keladigan bo'lsak, bu iPhone chipi qanday qilib MacBookda ishlaydi? Oddiy qilib tushuntirganda, bu 5 yadroli grafik chipni soddalashtirilgan versiyasi, ya'ni oddiy vazifalar uchun bu juda ham yetarli. Brauzer, pochta, rasmlar, YouTube yoki multitasking, ya'ni kundalik vazifalar uchun bu juda ham muddaodir. Aslida bir narsani tushunishingiz muhim. Bu MacBook professionallar uchun emas. Agar siz video montaj qilsangiz, 3D modeling yoki grafika bilan shug'ullansangiz, bu MacBook aniq siz uchun emas. Bu Chromebook, lekin Apple tomonidan chiqarilgan. Ekran 13 dyumni tashkil qiladi. Yorqinligi 500 nitgacha. Aniqlik darajasi 1440p dan biroz yuqori. Chastotasi 60 Hz. Hech qanday g'aroyib narsalar yo'q, lekin bu narx uchun juda yaxshi yechim. Batareya bo'yicha Apple 16 soatgacha ishlashga va'da beradi va chipning energiya samaradorligini hisobga olgan holda bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhimi bu taqdimotdagi narxi, ya'ni $599. Va bu uni bugungi kundagi eng arzon MacBookka aylantiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, taassurotlarga ko'ra bu juda ham ideal MacBook. Kimlar uchun desangiz, bu juda ham oddiy, oson va eng asosiysi arzon MacBook. Talabalar, o'quvchilar va oddiy notebookni xohlagan insonlar uchundir. Siz bu MacBookni olgan bo'larmidingiz? Izohlarda buni yozib qoldiring. Macbookda ko'rishguncha xayr.